Baribir hammani shunaqa do'sti bo'lsa kerak deyman-da, bitta bo'lsa ham. Haligi uylangandan keyin to'shni bizni chopib ketadi-da. Xotin aka, xotin hozir deb kirib ketib qoladi-da. To'shni 100% shunaqa, lekin isbotlolmayman-da shuni. Tushunyapsizlarmi? Uylanguncha isbotlashim kerak, chunki uylangandan keyin topolmayman aniq. O'shungacha kulib olishimiz kerak-da bu. Nimaga desanglar, meni hamma hisob kitoblarim shunga qarab ketyapti. Bahona qilishganmiz, hali qayerdir ketamiz deb bo'pti deb turib, ketadigan mahallimiz qo'shnimizni begemoti o'lib qoldi, shunga. Ashnaqa ham devor o'rratdi, tushunyapsizlarmi? Haligi maktabga ham shu darsga nima kelmadingiz, 12 marta buvam o'lib qoldi degan. Buvasi tug'ilganidan beri yo'q o'zi. Ko'rmagan. O'xshab ketaveradi bahanasi. Qanaqadir 400 tachami qiz отказ qilgan uni, tushunyapsizlarmi? Shu menimcha uylanish ham shart emas. Qaysidir qiz gaplashib turib, do'stingizni choping meni uchun desa, erkak bo'lib chopib yuboradi bizni. Men aniq bilaman, lekin isbotlolmayman-da. Chunki qizlar ham nimaga gaplashmaslik, meni kunduzi ko'rsa qizlar ertalab ichib olib, bo'g'ib olmaykin deydi-da unga qarab turib, trezviy bo'lsa ham. Kechqurun ko'rsa, sekin yo'l nari betiga o'tib oladi.